Xizr nazar solgan, duo ketgan yurt. Qo'shiqqa aylanur har azob, har dard. Shu yurt uchun o'ynasang, quvnasang, kuylasang arzir. Ikki dunyoda ham bitta Samarqand. Aziz muxlislar, Samarqandliklarni san'ati sizlarga ma'qul tushdimi? Rahmat. Samarqandda mehmonlarimiz o'tirishdi ekan mana. Katta rahmat sizlarga ham. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Biz bugun konsert dasturimizni tashkillashtirishda bizga yaqindan yordam bergan, o'zini beminnat xizmatini taqdim etgan Navoiy kon metallurgiya kasaba uyushmasi rahbari Isroil Qurbonovichga, o'rinbosarlari Nodirbek Davronovichga, shu bilan barcha ma'muriyatiga biz jamoamiz nomidan minnatdorchiliklar bildiramiz. O'ylaymizki, bugungi kunda sizlar bilan tanish konsertda, diydor konsert desak mubolag'a bo'lmaydi. Bundan keyingi konsert dasturlarida sizlar bilan hali yana juda ham ko'plab uchrashamiz degan umiddamiz. Hali bu yo'lingni payoni uzoq. Hali sarhadlarda ag'yorlaring mo'l. Qo'lingda O'zbekiston tutqazgan bayroq. Sen o'tli saflarda kamarbasta bo'l. Ulug' bobomizning hech o'chmas nomi. Tobat sening birlayotga olurman. Samarqandlik san'atkorlar yo'llab salomin. Navoiylik muxlislarimizga uzoq umr, sog'lik salomatliklar tilab qolurman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sağ olun.